Bugun men sizga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Ayrim qo'shimcha to'lovlar, kompensatsiyalar, ustamalar va ijtimoiy yordam pullari avtomatik tarzda cho'ntagingizga kelib tushmaydi. Ya'ni siz bunga haqli bo'lishingiz mumkin. Hujjatlaringiz to'g'ri bo'lishingiz mumkin. Yoshingiz, sog'lig'ingiz, oilaviy holatingiz yoki ish tajingiz talabga mos kelishi mumkin. Lekin ariza bermasangiz bu pulni olmaysiz. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki uyda pensioner bor, nogironligi bo'lgan shaxs bor, boquvchisini yo'qotgan bola bor, kam ta'minlangan oila bor, bolali ona bor yoki og'ir ijtimoiy holatga tushib qolgan qarindosh bor. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bu yerda oddiy odamlar bilmay qoladigan, lekin pulga bevosita ta'sir qiladigan masalalarni sodda tilda tushuntirib beraman. Ko'pchilikning eng katta xatosi shuki, davlatning bazasida hamma ma'lumotim bor. Demak, menga tegishli pulni o'zlari hisoblab beradi deb o'ylaydi. Ha, bugun ko'p ma'lumotlar elektron bazalarda bor. Pasport ma'lumoti, yashash manzili, pensiya holati, nogironlik ma'lumoti, ish staji, oila tarkibi, bolalar tug'ilganligi, nikoh yoki ajrim haqidagi yozuvlar. Lekin hamma to'lov ham faqat baza orqali avtomatik tayinlanmaydi. Oldin ko'p narsada odamning o'zi idoraga borishi, qog'oz hujjat yig'ishi, ariza yozishi, navbat kutish kerak edi. Masalan, pensioner biror ustama yoki kompensatsiyaga haqli bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limiga borardi. Mahalladan ma'lumotnoma olardi, shifokor xulosasini olib kelardi, ariza yozardi. Kim bilsa olardi. Kim bilmasa yillar davomida olmasdi. Hozir nima o'zgardi? Hozir ayrim xizmatlar elektronlashdi. Ayrim ma'lumotlar idoralar o'rtasida almashinyapti. Ayrim to'lovlar proaktiv. Ya'ni fuqaro murojaat qilmasdan ham aniqlanadigan tizimga o'tyapti. Lekin bu hamma pul arizasiz keladi degani emas. Eng muhim nuqta shuki, sizning huquqingiz borligi bilan to'lov avtomatik tayinlanishi boshqa narsa. Qonunchilikda ariza asosida tayinlanadi deb belgilangan to'lov bo'lsa, siz ariza bermaguningizcha u pul hisoblanmasligi mumkin. Men amaliyotda ko'p ko'raman. Odam, men 2 yildan beri bunday ustamaga haqli ekanman. Endi hammasini qaytarib berishadimi deb so'raydi. Javob har doim ham yoqimli bo'lavermaydi. Ba'zi holatda pul faqat murojaat qilingan kundan boshlab tayinlanadi. Ba'zi holatda oldingi davr uchun ham qayta hisoblanishi mumkin. Lekin buning shartlari bor. Mana shuning uchun bugungi mavzu juda muhim. Arizasiz qolgan pul ko'pincha yo'qotilgan pulga aylanadi. Birinchi navbatda pensionerlar e'tiborli bo'lish kerak. Pensiya tayinlangandan keyin ham hayotda o'zgarishlar bo'ladi. Nogironlik guruhi belgilanadi. Qaramog'idagi shaxs paydo bo'ladi. Mehnat staji bo'yicha yangi hujjat topiladi. Ilgari hisobga olinmagan ish davri aniqlanadi. Mukofotli yoki maxsus toifadagi ishlar bo'yicha tasdiqlovchi hujjat chiqadi. Bunday holatlar pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, bir ota 62 yoshda pensiyaga chiqqan. Pensiyasi 1.400.000 so'm deb belgilangan. Keyin u eski arxidan 5 yil ishlagan davrini tasdiqlovchi hujjat topdi. Lekin pensiyam chiqib bo'lgan, endi foydasi yo'q deb yurdi. Aslida esa u pensiya jamg'armasiga ariza bilan murojaat qilib, yangi hujjatlarni topshirsa, pensiyasi qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Natijada pensiyasi 1.400.000 emas, masalan 1.500.000 so'm bo'lishi ehtimoli bor. Farq oyiga 1.500.000 so'm, 1 yilda 1.800.000 so'm, 5 yilda 900 million so'm. Ko'ryapsizmi? Bir dona ariza va bir dona arxiv hujjati oilaning real daromadiga ta'sir qiladi. Ikkinchi toifa, nogironligi bo'lgan shaxslar va ularning oilalari. Nogironlik belgilanishi bilan ayrim ijtimoiy yordamlar, parvarish bilan bog'liq to'lovlar, imtiyozlar yoki kompensatsiyalar masalasi paydo bo'ladi. Lekin tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasi chiqdi degani barcha to'lovlar avtomatik tushadi degani emas. Nogironlik guvohnomasi yoki tibbiy xulosa asos bo'ladi. Lekin ayrim to'lovlarni olish uchun alohida murojaat kerak bo'ladi. Misol keltiraman. Oilada 10 yoshli bola bor, unga nogironlik belgilangan. Onasi bolani doimiy parvarish qiladi, ishlay olmaydi. Oila bizga nimadir berilish kerak ekan deb eshitgan, lekin qayerga borishni bilmaydi. Agar ular mahalla ijtimoiy xizmat markazi yoki tegishli organ orqali ariza bermasa, bola holati bazada turgani bilan alohida parvarish to'lovi yoki boshqa yordam masalasi ko'rib chiqilmasligi mumkin. Bu yerda eng katta muammo odamning bilmasligi. Bilmaslik esa byudjetga emas, oilaning dasturxoniga zarar qiladi.
Uchinchi toifa boquvchisini yo'qotgan oilalar. Otasi yoki onasi vafot etgan bolalar, turmush o'rtog'idan ayrilgan shaxslar. Qaramog'ida voyaga yetmagan farzandlari bor oilalar ayrim nafaqa yoki pensiya turlariga haqli bo'lishi mumkin. Lekin o'lim haqidagi guvohnoma chiqishi bilan pul avtomatik tayinlanib qolmaydi. Qaramlik holati, qarindoshlik, bolaning yoshi, o'qishi, marhumning ish taji kabi masalalar ko'rib chiqiladi. Masalan, ayolning turmush o'rtog'i vafot etdi. 2 nafar farzandi bor. Biri kes yoshda, biri 16 yoshda. Ayol qayg'u qarz, dafn xarajatlari bilan ovora bo'lib, nafaqa masalasini 7 oy kechiktirdi. Agar ariza vaqtida berilsa, oila har oy ma'lum miqdorda yordam olishi mumkin edi. 7 oy davomida har oy 800 ming so'mdan hisoblasak, 5-600 ming so'm oilaning qo'lidan chiqib ketgan bo'ladi. Ba'zan qonunda kechiktirilgan davr uchun to'lash tartibi bo'lishi mumkin, lekin hamma holatda ham istalgan payt borib, hammasini undiraman deb o'ylash xavfli. 4-toifa kam ta'minlangan, bolali, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar. Bolalar nafaqasi, moddiy yordam, ayrim kompensatsiyalar oilaning daromadi, tarkibi, mulki, bandligi, ijtimoiy holati asosida ko'rib chiqiladi. Bu turdagi yordamlar odatda ariza yoki elektron murojaat asosida ko'rib chiqiladi. Mahalla yoki ijtimoiy himoya tizimi oilaning holatini baholaydi, daromadlarini tekshiradi, mezonlarga mos bo'lsa tayinlaydi. Bir real hayotga yaqin vaziyatni olaylik. Oilada 4 nafar bola bor. Otasi mavsumiy ishlaydi, onasi uyda bolalarga qaraydi. Oilaning doimiy daromadi yo'q. Ular qo'shnilardan bolalar puli olish mumkin deb eshitgan. Lekin baribir bermaydi deb ariza topshirmagan. Natijada 1 yil o'tadi. Agar oila talabga mos bo'lganda har oy masalan 600 ming yoki 800 ming so'm yordam olishi mumkin edi. Bu pul bolalarning maktab formasi, dori darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lov uchun katta yordam bo'lardi. Ariza bermaslik bu yerda shunchaki beparvolik emas, bolalarning manfaatiga ta'sir qiladigan masala. 5-toifa uy-joy, kommunal, isitish, gaz, elektr yoki boshqa xizmatlar bo'yicha kompensatsiya va imtiyozlarga da'vogar bo'ladigan shaxslar. Ayrim toifadagi fuqarolarga ma'lum to'lovlar bo'yicha kompensatsiya yoki chegirma qo'llanishi mumkin. Lekin siz imtiyoz toifaga kirsangiz ham hisob-kitob tizimida bu imtiyoz aks etish uchun hujjat taqdim etish yoki ariza berish talab qilinadi. Aks holda siz oddiy tarif bo'yicha to'layverasiz. Masalan, pensioner ayol yolg'iz yashaydi. Unga ayrim kommunal kompensatsiya yoki mahalliy yordam tegishli bo'lishi mumkin. Lekin u menga hech kim aytmadi deb 2 yil davomida to'lovlarni to'liq to'lab keladi. Keyin farzandi tekshirib ko'rsa, onasi ma'lum yordamga da'vo qilishi mumkin ekan. Bu holatda eng achinarli narsa shuki, odam o'z pulini tejashi mumkin bo'lgan joyda teja olmaydi. Sababi bitta ariza berilmagan, hujjat topshirilmagan. Kimlar ortiqcha xavotir qilmasligi kerak. Agar siz hech qanday ijtimoiy toifaga kirmasangiz, pensiya, nafaqa, nogironlik, boquvchisini yo'qotish, kam ta'minlanganlik, ko'p bolavarish, kompensatsiya yoki imtiyoz masalasi sizga aloqador bo'lmasa, har bir to'lov ortidan yugurishingiz shart emas. Lekin oilangizda yuqoridagi toifalardan bittasi bo'lsa ham tekshirib ko'rish kerak. Men har doim shuni aytaman. Menga tegishli emas deb o'ylashdan oldin, mening holatim qaysi mezonga tushadi deb tekshiring. Birinchi nozik joy, ariza sanasi juda muhim. Ko'p to'lovlarda aynan ariza berilgan sana yoki hujjatlar to'liq topshirilgan sana hisobga olinadi. Siz 1 yanvardan haqli bo'lib qolgan bo'lishingiz mumkin, lekin 1 iyulda ariza topshirsangiz, ayrim holatda to'lov 1 iyuldan yoki keyingi oydan boshlanishi mumkin. Shu sababli keyin boraman, vaqtim yo'q, hujjatim bittasi yetishmayapti deb yurish zarar keltiradi. Ikkinchi nozik joy, og'zaki murojaat yetarli emas. Idoraga borib, menga nima beriladi deb so'rash yaxshi, lekin bu ariza o'rnini bosmaydi. Telefon qilib maslahat olish ham ariza emas. Mahalla raisiga aytib qo'yish ham har doim rasmiy murojaat hisoblanmaydi. Sizda ariza topshirilganini tasdiqlovchi iz bo'lishi kerak. Qabul qilingan raqam, elektron murojaat raqami, muhrlangan nusxa, SMS xabarnoma yoki portal orqali yuborilganligi haqidagi tasdiq. 3-nozik joy. Hujjat to'liq bo'lmasa, jarayon cho'ziladi. Masalan, siz pensiyaga ustama yoki qayta hisoblash uchun ariza berdingiz, lekin arxiv ma'lumotnomasi noto'g'ri. Ism, familiyada bitta harf farq qiladi. Ishga qabul qilingan sana bor, lekin ishdan bo'shagan sana yo'q. Bunday holatda idora qo'shimcha hujjat so'rashi mumkin. Odam esa menga rad berishdi deb tushunadi.
Aslida rad emas, hujjatni to'g'rilash kerak bo'ladi. 4-nozik joy. Yashash manzili va ro'yxat masalasi. Ayrim yordamlar bo'yicha oilaning tarkibi, ro'yxatda turgan shaxslar, amalda yashayotganlar, daromad egalarining ma'lumotlari tekshiriladi. Masalan, bir uyda ro'yxatda 8 kishi turadi, lekin amalda 1 kishi yashaydi. Tizim esa ro'yxatdagi boshqa shaxslarning daromadini ham ko'rib, oilani kam ta'minlangan deb topmasligi mumkin. Bunday vaziyatda hujjatlarni tartibga keltirish, amalda yashash holatini tasdiqlash kerak bo'lsa, ro'yxatdan chiqarish yoki alohida oila sifatida ko'rsatish masalalari paydo bo'ladi. 5-nozik joy. Bank kartasi, hisob raqami va shaxsiy ma'lumotlar. To'lov tayinlangan, lekin pul tushmayapti. Sababi karta muddati tugagan. Hisob raqami noto'g'ri. Bank rekviziti o'zgargan, pasport yangilangan, telefon raqami boshqa odam nomida. Odam esa menga pul bermayapti deb o'ylaydi. Shuning uchun ariza topshirishda bank ma'lumotlarini aniq yozish, karta faol ekanini tekshirish, pasport ma'lumoti yangilangan bo'lsa, idoraga xabar berish kerak. 6-nozik joy. Daromadni yashirish yoki noto'g'ri ma'lumot berish. Ayrim fuqarolar daromadimni ko'rsatmasam yordam olaman deb o'ylaydi. Bu juda xavfli, chunki elektron bazalarda ish haqi, soliq, pensiya, aliment, tadbirkorlik, avtomobil, ko'chmas mulk kabi ma'lumotlar tekshirilishi mumkin. Agar noto'g'ri ma'lumot asosida to'lov olingani aniqlansa, to'lov to'xtatiladi. Ortiqcha olingan pulni qaytarish talab qilinishi mumkin. Hatto javobgarlik masalasi ham chiqadi. Men har doim halol va aniq ma'lumot berishni maslahat beraman. Chunki ijtimoiy yordam haqiqatan muhtoj odamga bo'lishi kerak. 7-nozik joy. Qo'shnim oldi, men ham olaman degan fikr har doim to'g'ri emas. Qo'shningizning oilasida 3 bola bor, sizda ham 3 bola bor. Lekin uning daromadi boshqa, sizniki boshqa. Uning uyida nogironligi bo'lgan shaxs bor, sizda yo'q. Uning ro'yxatda kam odam. Sizning ro'yxatingizda daromadli qarindoshlar ko'p. Shuning uchun natija farq qiladi. Har bir ish alohida ko'riladi. 8-nozik joy. Imtiyoz va to'lovni adashtirmaslik kerak. Ba'zan fuqaro menga imtiyoz berilgan, demak pul tushishi kerak deb o'ylaydi. Imtiyoz ba'zan pul ko'rinishida bo'ladi, ba'zan chegirma bo'ladi, ba'zan bepul xizmat bo'ladi, ba'zan navbatsiz foydalanish huquqi bo'ladi. Masalan, tibbiy xizmatdan bepul foydalanish imtiyozi sizga karta orqali pul tushadi degani emas. Shuning uchun siz aynan nimaga haqli ekaningizni aniq so'rashingiz kerak. Naqd yoki karta orqali to'lovmi, chegirmami, kompensatsiyami, xizmatmi, ustamami? 9-nozik joy. Muddatli to'lovlar bor. Ayrim nafaqalar yoki yordamlar doimiy emas, ma'lum muddatga tayinlanadi. Masalan, 6 oy, 12 oy yoki ma'lum holat tugaguncha. Muddat tugaganda yana ariza berish kerak bo'lishi mumkin. Odamlar esa oldin olganman, nega to'xtadi deb hayron bo'ladi. Sababi muddat tugagan, qayta baholash kerak, yangi hujjat kerak. Ayniqsa bolalar yoshi, o'qish holati, nogironlik muddati, oilaning daromad holati o'zgarsa, to'lov ham o'zgaradi. 10-nozik joy. Rad javobini oxirgi nuqta deb bilmaslik kerak. Agar sizga rad javobi berilgan bo'lsa, avvalo rad sababini yozma shaklda oling. Tushmadi, bo'lmadi, sizga to'g'ri kelmaydi degan og'zaki gap yetarli emas. Rad sababida qaysi mezon bo'yicha mos kelmaganingiz ko'rsatiladi. Balki daromad noto'g'ri hisoblangan, balki oila tarkibi xato chiqqan, balki hujjat yetishmagan, balki ba'zida eskirgan ma'lumot turgan. Shuni tuzatsangiz qayta ariza berish imkoniyati bo'ladi. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. 1-qadam. Oilangizdagi barcha ijtimoiy holatlarni ro'yxat qilib chiqing. Uyda pensioner bormi? Nogironligi bo'lgan shaxs bormi? Voyaga yetmagan bolalar bormi? Bo'g'uvchisini yo'qotgan bola bormi? Ishsiz yoki daromadi past oila a'zosi bormi? Yolg'iz yashovchi keksa odam bormi? Parvarishga muhtoj shaxs bormi? Ko'p bolali oila bormi? Shu savollarga javob yozing. 2-qadam, hujjatlarni tartibga keltiring. Odatda quyidagi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Pasport yoki ID karta, tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar, nikoh yoki ajrim haqidagi hujjat, vafot etganlik guvohnoma hujjat, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, pensiya guvohnomasi yoki pensiya ma'lumotlari, bank karta rekvizitlari. Yashash manzili bo'yicha ma'lumot, oila tarkibi, daromadni tasdiqlovchi ma'lumotlar, mehnat daftarchasi yoki arxiv ma'lumotnomasi. Har bir to'lov uchun ro'yxat boshqacha bo'lishi mumkin, lekin shu asosiy hujjatlar ko'p holatda kerak bo'ladi. 3-qadam, qayerga murojaat qilishni aniqlang. Pensiya va pensiyaga bog'liq qayta hisoblash masalalarida odatda
pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilinadi. Ijtimoiy yordam, bolalar nafaqasi kam ta'minlanganlik, parvarish, og'ir ijtimoiy holat bo'yicha mahalla va ijtimoiy himoya tizimiga murojaat qilinadi. Elektron xizmatlar bo'lsa mypotka.uz orqali ariza yuborish mumkin. Ayrim holatlarda davlat xizmatlari markazi orqali ham murojaat qilinadi. Agar qaysi idora ekanini bilmasangiz, eng yaqin mahalla ijtimoiy xizmat markazi yoki davlat xizmatlari markaziga borib, mening holatim bo'yicha qaysi to'lovlar ariza asosida ko'rib chiqiladi deb aniq so'rang. 4-qadam, arizani aniq yozing. Arizada menga yordam bering deb umumiy yozishdan ko'ra holatni tushunarli bayon qiling. Masalan, men falon manzilda yashayman. Oilamda falon nafar voyaga yetmagan farzand bor. Oilaning doimiy daromadi falon. Shu sababli bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam tayinlash masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Yoki menga pensiya tayinlangan. Keyinchalik falon yillardagi ish tajribasini tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasi topildi. Aytda pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Yoki farzandimga nogironlik belgilangan. Parvarish va ijtimoiy yordam to'lovlari bo'yicha huquqlarimni ko'rib chiqishingizni so'rayman. 5-qadam, arizangiz qabul qilinganini tasdiqlating. Agar qog'oz shaklida topshirsangiz, arizaning 2-nusxasiga qabul qilingan sana, mas'ul xodim imzosi yoki kirim raqamini qo'ydiring. Agar elektron topshirsangiz, ariza raqamini saqlab qo'ying. Screenshot qiling. SMS yoki elektron xabarnomani o'chirmang. Keyin nizo chiqsa, aynan shu dalil sizga kerak bo'ladi. 6-qadam, muddatlarni kuzating. Har bir idorada murojaatni ko'rib chiqish muddati bo'ladi. Belgilangan muddat o'tgach javob bo'lmasa, qayta murojaat qiling. Ariza raqamini ayting, holatini tekshiring. Jim kutib yurish yaramaydi. Ba'zan hujjat yetishmaydi, lekin sizga xabar yetib bormaydi. Ba'zan telefon raqamingiz noto'g'ri bo'ladi. Ba'zan tizimda texnik xatolik bo'ladi. Siz o'zingiz nazorat qilishingiz kerak. 7-qadam, rad bo'lsa sababini oling va tahlil qiling. Rad javobida daromad mezonidan oshgan hujjat yetishmagan, ro'yxat ma'lumoti mos emas, toifa tasdiqlanmagan kabi sabablar bo'lishi mumkin. Agar sabab haqiqatga to'g'ri kelsa, keyingi safar shartlar o'zgarganda qayta topshirasiz. Agar xato bo'lsa, hujjat bilan isbotlab yuqori tashkilotga yoki tegishli tartibda shikoyat qilish mumkin. 8-qadam, oiladagi o'zgarishlarni yashirmang. Bola tug'ildi, bola 18 yoshga to'ldi, talaba bo'ldi, ishga kirdi. Nogironlik muddati uzaytirildi yoki bekor qilindi. Pensiya miqdori o'zgardi, yashash manzili o'zgardi. Turmush qurdingiz yoki ajrashdingiz. Boquvchi vafot etdi. Bank kartangiz almashdi. Bularning hammasi to'lovlarga ta'sir qilishi mumkin. Idoraga vaqtida xabar berish, keyin ortiqcha to'lovni qaytarish muammosidan saqlaydi. 9-qadam. Keksalar va internetdan foydalana olmaydiganlarga yordam bering. Ko'p pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, yolg'iz onalar yoki chekka hududdagi oilalar mypotka.uz elektron ariza, bank rekviziti, screenshot degan narsalarni bilmasligi mumkin. Agar siz yosh bo'lsangiz, ota-onangiz, buvingiz, qo'shningiz, qarindoshingiz huquqlarini tekshirib bering. Ba'zan bitta telefon orqali navbat olish, bitta arizani to'ldirish, bitta hujjatni skaner qilish odamning bir necha million so'm yordam olishiga sabab bo'ladi. 10-qadam, hech qachon pul bersam tezlashtirib beradi degan yo'lga kirmang. Ijtimoiy to'lov, pensiya, nafaqa va kompensatsiya qonuniy tartibda ko'rib chiqiladi. Agar kimdir menga pul bering, tayinlatib beraman desa, ehtiyot bo'ling. Hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, qonuniy yo'l bilan murojaat qiling. Hujjatlaringiz noto'g'ri bo'lsa, pul berish muammoni hal qilmaydi. Aksincha sizni yanada katta muammoga olib kirishi mumkin. Men yana bir muhim masalani aytmoqchiman. To'lovni olish huquqi borligini tekshirish uyat emas. Ba'zi odamlar men yordam so'ramayman. Odamlar nima deydi? Mahallaga borishga uyalaman deydi. Lekin bu sadaqa emas, agar qonunda belgilangan bo'lsa, bu sizning huquqingiz. Ayniqsa bolalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, yolg'iz keksalar. Boquvchisini yo'qotgan oilalar uchun bu mablag' hayot sifatini saqlab turadigan yordam bo'lishi mumkin. Uyalish kerak bo'lgan narsa huquqingizni talab qilish emas, huquqingizni bilmay, oilangizni qiyin ahvolda qoldirishdir. Yana bir amaliy misol. Bir oilada ota vafot etgan, ona 2 farzandni katta qilyapti. Ular faqat qarindoshlar yordamga qarab yashagan. Ona 1 yil o'tibgina boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha murojaat qilish mumkinligini bilgan. Agar u birinchi oydayoq hujjat topshirganida bolalarning maktab xarajatlari,
kiyim-kechak, oziq-ovqat uchun barqaror mablag' bo'lardi. Bu yerda gap faqat pulda emas. Vaqtida berilgan ariza bolaning hayotiga, onaning ruhiy holatiga, oilaning qarzga botmasligiga ta'sir qiladi. Pensioner erkak 20 yil oldingi ish joyi yopilib ketgani uchun staj hujjatini topa olmagan, pensiya kam chiqqan. Keyin farzandi arxivga so'rov yuborib, korxona hujjatlari davlat arxivida saqlanayotganini aniqlagan. Ma'lumotnoma olingan, pensiya jamg'armasiga ariza berilgan, pensiya qayta ko'rib chiqilgan. Agar ular endi kech deb yuraversa, har oy kam pensiya olishda davom etardi. Demak, ba'zan muammo hal bo'lmasdek ko'rinadi. Lekin to'g'ri idoraga, to'g'ri ariza bilan murojaat qilinsa, natija bo'ladi. Yana bir misol, kam ta'minlangan oila bolalar nafaqasiga ariza berdi, lekin rad javobi oldi. Sababini tekshirsa, uyda ro'yxatda turgan, lekin 5 yildan beri boshqa viloyatda yashaydigan qarindoshning daromadi ham oilaga qo'shilib ketgan. Oila bu holatni tasdiqlovchi hujjatlarni yig'di, ro'yxat masalasini tartibga keltirdi, qayta murojaat qildi. Natija ijobiy bo'ldi. Agar ular birinchi rad javobidan keyin to'xtaganda yordamdan mahrum bo'lardi. Bugungi asosiy fikr bitta. Ayrim qo'shimcha to'lovlar, ustamalar, kompensatsiyalar va ijtimoiy yordamlar arizasiz tayinlanmaydi. Siz bunga haqli bo'lishingiz mumkin, lekin murojaat qilmasangiz, huquqingiz qog'ozda qolib ketadi. Ariza sanasi, hujjatlarning to'liqligi, bank rekvizitlari, oila tarkibi, daromad ma'lumotlari va rad javobining sababi juda muhim. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq oilangizdagi pensioner, nogironligi bo'lgan shaxs, bolali oila, boquvchisini yo'qotgan bola yoki kam ta'minlangan qarindosh bo'yicha huquqlarni tekshiring. Kerakli hujjatlarni yig'ing. Rasmiy ariza bering, ariza raqamini saqlang va javobni nazorat qiling. Bu oddiy qadamlar oilangizga har oy real yordam olib kelishi mumkin. Sizning oilangizda shunday holat bo'lganmi? Ariza bermagani uchun pul ola olmay qolganlar bormi yoki aksincha murojaat qilib qo'shimcha to'lov olganmisiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda ham sizga pulingiz, huquqingiz va ijtimoiy himoyangiz bilan bog'liq eng muhim masalalarni tushunarli qilib tushuntirib beraman.